Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bu darsda Agata profillarni qanaqa yasashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun nastroykadan baza furnituraga kiramiz. Bu yerdan profil okonechniga kiramiz. Bu yerdan bazadan yangi material yozamiz. Profilimizning nomini beramiz. Agata 1031 qora rang bo'lsin deylik misol uchun. Formasini olamiz. Standart bazani papkasini ichida profil index ichida mana tayyor profili bo'lishi kerak. Po idea agarda bo'lmasa biza bergan katalogga ichida bo'ladi. Demak, secheniyani berdik. Nolovoy tochkani mana bu yerda qilib berdik. Назначениясini endi mana tepa pastki bo'ladi, vertikalniy holatda bo'ladi. Уплотнительныйga bo'lmaydi bu. Сохранитga bosamiz. Okey, ana endi master proyektoriyani verini ochamiz, o'zimizning shablonni ochamiz. Bu yerdan ramочный bo'limiga o'tamiz и yangi profil qo'shamiz. Bu yozaylik. Hop, как собирать рамку. Mana mountni belgilaymiz. Endi граничный так толщина mountga bosamiz, vertikalniga mana mountni qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu yoqqa o'zi avtomatik hammasini tashlab oladi. Chunki mountda 45 gradusda yig'iladigan bo'lgani uchun. Maskirovочный kerak emas, дополнительный bo'limiga o'tamiz. Profil разделительныйga hech narsa qo'ymaymiz. Дополнительный profilga bu yerdan резиновый уплотнитель qo'yib qo'yamiz. Так, толстыйga kerak emas ekan, demak, tonkiyga qo'yib yuboramiz mana. Mana o'chirib qo'yamiz. Komplektuющий bu yerdan endi krepej ramkaga галочка qo'yamiz и крепежini beramiz. Bu krepej bizda babochka bo'lishi kerak bo'ladi. Babochkani bazaga qo'shib yuboramiz. Buning uchun samarezga qo'shaylik deylik. Men samarezga profil babochka degan krepej qo'ydim. Ana endi simmetrichniy qilaylik, 2 qilaylik и L ni taxminan 32 mm shaklda deb beraylik. Mana ikkalasidan галочкani olib tashlaymiz. Naiminovание profillarining nomini beramiz. Demak, vertikalniga vertikalni deb beraveramiz. Выставкasiga plyonka deb beramiz. Qolgan joyini o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Qolgan joyi kerak emas. Mana bu joyga kodini yozib qo'ysak bo'ladi. 10.30 Сохранитga bosamiz. Tayyor. Mana endi rasteklovka bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan yana yangi shablon ochib qolamiz. Mana 8 taliga materialini berdim. Сохранитga bosaman. Сохранить. Mana endi bu yerdan chiqib ketiraman. Mana bu eski eshigimizni o'chirib qolaylik hozircha. Mana endi eshikni qo'yib yuboramiz. Ctrl-ni bosib, bu yerdan mana bu joydan Agata 1031 ni tanlaymiz. Mana o'sha shablonlarimiz ochildi. Mexanizm bo'limidan распашной tanlaymiz. Bu yerdan kelaylik, ikkitali nakladnoy qo'yib turaylik. Hop, rasteklovka bo'limidan Agata profil 8 mm ni tanlaymiz. Ruchkasini qo'yamiz. Ruchkasini mana bundan qo'yaylik. Alyuminiy ruchka bo'lsin deylik. Vertikal holatda turadi. Okey. Общий shkafga qo'yib qolamiz. Mana eshigimiz qo'yildi. Bu faqat bu yerda mana bu eshigimizni ruchkasi chetiga chiqib ketibdi. 40 mm bo'lgan hisobiga. Taxminan mana mashtraga qo'ysa yetar. 20 li qo'yishimiz kerak ekan. Uning uchun redaktordan dveriga bosamiz. Дополнительный bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan mana bu DX-imizni 20 qilib qo'yishimiz kerak. Okey. Mana bu ozgina artefaktlari, defektlari chiqib qoldi. Uni to'g'irlash uchun biz mana bu yerdan настройка bo'limidan mana bu yerda K3D degan knopka bo'lishi kerak edi. Shu knopka cho'tib ko'rinmayapti. Ba'zi mebelshini o'zidan ko'rib boqaylikchi. Qani, shu narsa knopkasi chiqarmikan. Mana bu yerda ko'rinib turibdi. Matematik yadro C3D. Mana shu joyiga галочка qo'yilishi kerak bo'ladi. Mana o'shanda yo'qoldi уже. Bu yoqda ham yo'qoldi. Bu yoqni ko'rib boqamiz. Bu yoqda ozgina saqlanib qolyapti nimagadir. Bu mana shunaqa qilib trenirovka qilib har xil Agata profillarni qo'yib ko'rasizlar. Shu bilan bu darsimiz tamom bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.